Olapar! Vark! Olapar! Zumrad! Qayerdasan? Onamni asrab qololmading. Hammasi seni aybing. Sen baxtsizlik uchun tug'ilgansan. Yo'q. Nega gapiryapsan? Nega o'zgarding? Sening vazifang faqat xizmat qilish va jim bo'lish edi, ahmoq. Ilgari men dunyoni faqat burnim bilan hidlar edim. Endi esa qalbim bilan tushunyapman. Sen o'zingni koinot maxluqiyman deb o'ylayapsan, lekin aslingda baribir o'sha kamsitilgan hayvonsan. Ilgari qornim uchun tumlikillatgan bo'lsam, endi haqiqat uchun tish qayrayapman. Men zanjirni emas, sukunatni uzdim. Qo'lingdagi bu sandiq sening abadiy jazoingdir. Biz hech qachon ozod bo'lmaymiz. Ayb bizda emas edi. Ayb qalbini hasad yeganlarda edi. Biz uzoq vaqt qo'rqib, indamay yashadik. Har bir zarbani o'zimizga loyiq ko'rdik. Men seni qo'yib yuboraman. Rahma va o'ziga ishonmaydigan Zumrad endi yo'q. Ba'zida ezgulikka yetaklovchi yo'l qurbonlik talab qiladi. Sen shu yo'lda qurbon bo'lding. Alvido Olapar. Olapar! Seni qayta ko'rganimdan xursandman, Olapar. Meni xursandligimni aytmaysanmi, Zumrad? O'tmishdagi o'zim bilan aqldan ozay dedim, rosti. Dunyo bo'ylab minglab chaqirim yo'l bosishing mumkin, lekin o'z ichingdagi bir qadamlik zulmatni yengmasang, hech qayerga siljimagan bo'lasan. Haqiqiy sayohat oyoqlar bilan emas, iroda bilan boshlanadi.